Minecraft, lekin biz mana shunday ajoyib bo'lgan butilkalar ichida vyijovaniya qilamiz. Butilkami bu nimaligini bilmayman, lekin bizning maqsad mana bu yerga borish. Ha, albatta, bu yerda nima borligi ko'pchilik qiziqayotgan bo'lsa kerak. Короче, biz boshladik, let's go like. Va mana birinchi butilkaning ichida o'zimiz paydo bo'lib qoldik va bu yerda har xil butilkalar borligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Men qaytadan paydo bo'lib qoldim, lekin men boshqatdan qaytishga xohlayman. Ovqat ertaga men yaxshi, xudoga shukr qaytdim. Xo'p, bizning maqsadimiz videoni boshlatgandik, nariyoqqa borish. Lekin Telegram kanaliga afsuski tashlay olmayman. Xo'p, kim e'tibor berdi, kim e'tibor bermadi, lekin menda Elytra va Firework bor. Buni sababini bilmaganlar uchun mana bu yerga kelasiz, Elytrani bosasiz. Bosganingizdan keyin bu yerda har xil narsalar olishingiz mumkin. Elytra, har xil narsalar va 64 ta bunaqa salit osizlar ham bo'ladi. Bu salitlar bilan biz Elytrada maza qilib, bunaqa har xil joylarga borsak bo'laveradi. Men ozgina daraxt qo'ydim va bu daraxt bilan men tepaga chiqishim kerak. Men hozirgi aytgan joyimdan xato kerak bo'lsa 64 ta steklo ham olsa bo'lar ekan. Bu nimaga kerak bilmadim, lekin biz blok sifatida foydalanamiz. Va bu yerda atmosferasini qaraylik. Keldi, mana oddiyrog'iga borib ko'ramiz. Xo'p, elektron bormi? Bor. Bittadan короче 3 ta boshladik va teparoqqa chiqamiz, chunki bizda juda ham ko'p firework bor. Sekinroq, sekin. Okey, tushib oldik bir balo qilib. Va suvga sakraymiz. Tayyor suv bor ekan. Mayli, daraxt chopib olamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan daraxtlarni. Bu yerda hamma yo'g'ini ip ignasigacha tetib chiqdim, lekin bu yerda hech bola yo'q ekan. Kelinglar endi boshqa joyga borib ko'ramiz. Aytgancha bu lavani oldiga borishdan oldin biror bir boshqa joyga borishimiz kerak, chunki bu videoni oxirrog'ida va qiziqarli joylarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Nima? Bu kartada shader borligini endi ko'ryapman mo'lla. Bitta shader bor ekan. Hop, bitta ip. Bizlar buni qo'lga sindirsak ip tushadimi yo'qmi? Hozir shu savolga javob topamiz. Yillar o'tdi, asrlar o'tdi. Million asr o'tdi. Lekin men hali ham sindira olganim yo'q. Qo'lim bilan bitta ipni olmasang, tushmas ekan, g'alati. Endi uch tepadan pastga chiqib o'lib qoldi deydi. Belet, men nima qilaman endi? Hop, Englishda bosamiz. Welcome deydik. Kallanga welcome. Endi men qanday qaytaman? Start. Okey, mana bosish kerak. Har doim nima bunaqa g'alati joyda spam bo'lamiz. Men bilmasdan o'lib qolibman, bola, uzrasizlar. Videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Qo'ziqoringa borgim kelyapti meni. Jungli la'natlangan ekan, yoqqa borish yarimta jon bili. Lekin chiqsak bo'larmikin, ha? Bu bili. Butulkaga necha million marta qaytdim, lekin men nima bo'lsa ham maqsadimga erishaman. Ya'ni butulkani ichiga kirmasam ham bo'lmaydi. Bu meni haqiqiy maqsadim, o'lib qolman. Hozir o'lib qolishim tayin. Keldi, tagimga blok qo'yib chiqaman. Hop, normalni. Burada tushsam bo'ladi, mana yoqqa tushsam o'lib. Menda IQ bor, menda IQ borligi esimdan chiqib qopti. IQ nechiligini ko'rasizlar. IQ fitfilarda короче bor. Shu narsa ertaroq miyamga kelibdi-da. Alaylar birorta. Okey. Let. Eshitib, bratim, eshitib. Men senga magalanga yemma. 3 va 3 tudor doldurib qo'ydim короче. Hop, bitta. Ko'payashim. Sen qayerdan kelding? Sen qayer? Meqa fakil qo'ymasak, bular spam bo'lishaveradi. Fakil qo'y, normalni. Baki. Million marta o'ldim, lekin sendan o'la olmayman. Men senga mana. O'lma, iltimos. Va nihoyat o'lmadim. Birinchi marta o'lmadim. What the fuck? Yop. Nima endi qila olmayapsan? Kamoyinni otolmayapsan, ha? Duxi yetmaydi. Bot. Yo'q. Ikkita jonim qoldi. Ikkita jon o'lmasligim kerak. O'lmayman. Salitlar. Sizlar uchun salut. Hop, mana ikkita zo'mini yo'y olmayapman, ha, shu. Ana, yoyildinglar. Mendan yur. Videoga olaman deb o'lib ketdim.
Menda bitta fikr bor. Mana yoqqa tushamiz, avvalo. Tepadan hujum qilsak-chi? Tepadan hujum. Mana yerda spawner bor ekan. Tepani yopamiz. Yo'q. Sandiq. Nima bu? Men yashil shersni boshim yuramanmi? Normalroq sovg'a yo'qmi? Yo'q. Men o'zim bitta taxta bilan urib qo'yganman. Endi bu yerdan o'zim chiqib ketishim kerak. Qanaqadir noodatiy narsa topib oldim. Bu yerda qanaqadir bulbalolar bor ekan. Namcha bu yerda ketdi. G'alati, lekin bu yer juda ham ajoyib va qiziqarli. Bu yer juda ham katta ekan. Qaranglar, pastda qanaqadir lava ko'ryapman. U yoqqa sakramagan bo'lardim. Nima? Olmos, redstone, oltin, железо. Nima? Farqi temir kirkani ham yasab oldim. Endi bizlarni ajoyib bo'lgan almoslarimizni olsak bo'ladi. Qiziq, bu yerda olmos nechta ekan? Xo'p, hozircha men 3 ta oldim. Yana bitta olmos bor ekan, juda ham ajoyib. Mana ularni ham har ehtimolga qarshi olib ketish kerak. Qachondir yarab qoladi. Kiyimimiznimi, aslihamizmi kuchaytirganda aniq kerak bo'ladi. Redstone nima kerak bo'lmaydi, lekin oltin cho'chqalar bilan savdolashganda almos topib oldim. Qo'yili. Bu yerda qanaqadir sandiq bor ekan. Nima deyapti? Back to the top. Yep. Bela. Shu plus bunga video shulardan iborat edi. Videoga like bosib, obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Skinim Alexligini endi sezdim, lekin videoga like bosib, obuna ham bo'lish esdan chiqmasin. Kanalga обязательно obuna bo'lishingiz shart.